Assalomu alaykum hammaga. Matiz B olib qolganmiz. Tayyorlanmagan, olib sotardik emas. 2010-yil. Qora rangli. Probegi 476 ming yozilgan. Probegi tekshirib olasizlar. Tablo almashgan shekilli. Shunaqa deyapti egalari, yana egalar bilan gaplashasizlar. Salon holati. Matiz B super konditsionerlari ham bor, ishlaydi. Yaxshi holatda. Balonlari, tishlari bor, o'rta holatda. Motor yog' yemaydi deyapti, yana egalari bilan gaplashib olasizlar. Nomer qoldiramiz. Holati yaxshi. Kraskalari et-betida bor deyapti. Bemalol o'zlari bilan gaplashib savdosini qilsalar ham bo'ladi. Narxini 3300 deyapti. Kelishiladi.